Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim tayanchi. Shu bois ham so'nggi yillarda ushbu sohani rivojlantirishga qaratilayotgan qator qonun va qarorlar qabul qilinib, amaliyotga izchil tatbiq etilmoqda. Tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, faoliyatlari bilan bog'liq muammolarni o'rganish va biznes rivoji uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bugungi kun talabidir. Ayni maqsadda Qumqo'rg'on tumanida bo'lib o'tgan navbatdagi uchrashuvda ham tadbirkorlarning faoliyatlariga to'siq bo'layotgan muammolarga yechim izlandi. Uchrashuv avvalda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ahamiyati haqida to'xtalib, soliq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, berilayotgan soliq imtiyozlari va yengilliklar haqida atroflicha ma'lumotlar berdi. Tadbirkorlar tomonidan markirovkalash, cheklarni tahrirlash hamda onlayn nazorat kassa mashinalaridan foydalanish kabi ko'plab savollar o'rtaga tashlandi va mutaxassislar tomonidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Mana bugungi kunda Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida tadbirkorlik subyektlari bilan joyiga chiqib bevosita uchrashuvlar o'tkazib, ularda qiziqtirgan savollar, tushunmayotgan muammoli masalalarni joyiga chiqib yechimini topish bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Mana bugun Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida kichik va o'rta biznes sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib, amaldagi imtiyozlarni ularga tushuntirganimizda ular tomonidan juda ham mamnuniyat bilan qabul qilib, ularni qiziqtirgan savollar, soliq sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni eshitib, tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatish masalasini kelishib oldimizga vazifalarni belgilab oldik. Uchrashuv yakunida soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish, xodimlar sonini yashirmaslik va har bir xarid hamda ko'rsatilgan xizmat uchun chek taqdim etish lozimligi yana bir bor ta'kidlandi. E'tiborli tomoni shundaki, Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbarining bunday ochiq muloqotlari viloyatning barcha tumanlarida davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun.